Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sharofiddin Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Payshanba mol bozori 2026-yil 5-oy 7-may sanasida turibmiz. Biz xudo xolasa qo'ldan kelgancha mana shu narx-navolarni yorishda keldik. Sigirlarni, sog'in sigirlar, boqma buqalar, katta buqalar, qo'y qo'zilar narxlarini bir qatorli yorishda davom etamiz. Bizni kuzatib borayotganlar bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yingizlar. Hatto kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz. Biroq fikrlaringiz bo'lsa, kimda qanaqa fikrlar bo'lsa kommentariyada yozinglar, kutib qolamiz. Bugungi mana pagodamiz quyosh chiqqan, ertalabdan ob-havomiz zo'r, yaxshi holatda. Narx-navolarni ko'rasizlar, biz bilan birgalikda bo'linglar, biz bilan birda qoling. Xudo xolasa sizlarga davom etamiz. Biz mana shu hurmatli obunachilar birinchi efirimizda mana shu qo'zilardan boshlaymiz. Mana sut qo'zilardan. Chiroyli bo'lib turganlardan. Hammasi sut qo'zi. Ularni olib sut bilan boqib olasiz, keyin o'tga chiqadi. Qanchadan bo'ldi aka bular narxlari? 4x15 dan so'rayaptilar, yo'q. Hammasi bir joyga? Bir joyga. Nechtadi? 6 tami? 5 ta. 5 tani 1,5 milliondan so'radi. 1,5 millionni berilmadi. Bitta mana bunisini 16,5 so'radi. 1 million 650 ming so'radi. Sut berasiz. 5 ko'mayda qoladi. Bo'laga 2-3 oy sut berasiz. O'shani puli bo'ladi. Hech bo'lmasa bir oyda berasiz. Hisob ham yaxshi gap. Pulini hisoblagan odam olmaydi. Mana bu yerda bursi o'tga chiqqan ekan-a? Bursi o'tga chiqqan, misol sut qo'zi ekan. Buni yana o'tga chiqarish kerak. Qancha so'radi shunisi? Ekonomlarga shartda 3 million so'radi. 1,5 milliondan 3 million so'radi. Bular ketadi. Bulardan salgina kattaroqlari o'zi sal to'xtaydi. So'ramaydi. Bularning qiziqishi ko'p-da, yosh bolalariga olib beradi bularni. Qiziqadi, olib bering deydi. Mana bu yerga mana o't yeydiganlardan. Mana bular ham bular o'tga chiqib qolgan. O'tga bemalol yeydi. Ha. Kepaklardan yeyaverar ekan bular. Lekin mana yormalarga o'tmagan kepak yeydi bular. Mana shulardan olsangiz, bular o'tga chiqqan, hurmatli obunachilar, kepak yeydi. Endi erkin agoratga qo'yib qo'ysangiz, zo'r o'zgaradi. Erkin. Qo'chqormi bular, to'g'ri? 4 tasi qo'chqor. 4 tasi qo'chqor, ha? Qanchada bo'l? 1,700 mi? Qancha bu? 2,200 dan bo'ladi savdosi. Bir joyga. Yo'q, 2,200 tona. Bir joyga 2,200 dan savdo. 5 ta bir joyga 2,200 dan savdo bo'libdi. Tog'amiz mana berilmoqdilar. Yaxshi, zo'r. Xo'sh, mana shirboz ko'zi so'raganlarga mana shirboz ko'zi qo'chqor. Qancha bor bu shirboz ko'zi? Egasi yo'qmi? Savdosini aytaring, bo'ldi. Qo'y kimni qo'liga bo'lsa o'sha egasi bo'laveradi. Savdosi qancha bo'ldi? 4 ga berilmadi. 4 millionga berildi. 4 millionga berilmagan shirboz o'zi qurbonlikka bemalol bo'ladi. Yoshidan o'tgan, 4 oy, 5 oylikdan o'tgan. 5 oylik. 23 beraman. Qaysi so'rasiz to'g'ri 23? Mana 2 million 300 ming. Mana shuni. Bunisi 24 bo'lyapti, bunisi 23 bo'lyapti. Bunisi 2 million 300 ming, bunisi 2 million 400 ming, ha? Qo'chqormi, nima? Urg'och ekalasi. Sharofiddin Uz kanalidan ko'rasizlar. Bo'ldi, tamam, qarab bir kun. Qanchadan bo'lib qo'ydilar? Ha? Katta bo'ladi. Mana. Katta bo'ladi. Katta bo'ladi. Uydan. Qanaqa katta? Narxlarni bilmaysiz? Qaysizdan bular? Qanchadan bo'ldi? Bular narxlarni aytib bering. Ular 29 dan bo'lyapti. Ular urg'ochi, ular erkaklar olib 18 so'rayapti. Qolganini 28 dan. 28, 24 shunday so'rayapti. O'zaro Ikkitasi taylagan. erkak, urg'ochi ham erkak. O'zaro taylagan. Bularni ham so'rayapti bilsam. Rahmat. O'zaro taylagan deyman, hurmatli obunachilar. To'g'ri qancha bo'lib qoldi?
24 so'rayapti. Urg'ochimi? 400 ming so'm. 400 dan chiqsa beraverasiz, ha? Beraveramiz. Hozir o'sizmi? Davom etaveramiz hurmatli obunachilar. Uzun Sariosiyo tumani Payshanba mol bozoridan. Obunachilar o'zi kommentariya to'plaveradi. Kommentariy yozilmayapti. Payshanba mol bozoridan, Sharofiddin o'z kanalidan mana shunaqa narxlarni ko'rasizlar. Hammasi erkak bo'ldi. Bugun 7-may. Yutlamada jazaga 6 tasini bizga qo'yib Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'shadi. Mana buni olib, qurbonlikka sotilganlarni joyiga taylasangiz bo'ladi. Bemalol aka. Bemalol. 4,5 deb hojibon. 4,5 dan aytdim. 4 million bering hojibon. Qolganlar 37 deydi. 7tasida hojibon 7tasida. 37 dedim bana. Shunaqa narxlarda ko'zlar narxlari shu. Bugungi narxlardan. Sotildimi? Baraka bo'ldimi birontasi? Bugani? Yo'q, so'raying. Hayla ikkitasi sotdim. Qaysi? 6 million. Men sotdim mana shu. Mana shu kelasizmi? Bunisi qo'chqormi? Bunisi qo'chqor, bunisi ochayotgan 6 millionga sotdi. Shoshmang. Sotildimi? Nima bo'ldi bu? Sotiladimi? Zo'rimsiz. Rahmat, xudoga shukr, zo'rimsiz. Davom etamiz. Mana 40 qo'zlardan olaman desangiz, mana ekan. Bir joyga terilgan. Hammasini teribsizlar. Mana hammasini teribsiz. Qo'chqormi bular? Bitta urg'ochi, bitta urg'ochi, o'nta qo'chqor. Zo'rku, yaxshi-ku, toza rang hammasi. Ko'ngli bo'shda, sal ko'ngli bo'shda. Ko'raylik. Qanchadan bo'lib bular narxlari? 8 dan. Qancha? 2800 dan. Berilmadi. 28 dan bir joyga berilmabdi. 800 3 dan pastiga bitadi. 3 dan pastiga bitadi-a? Ko'ringizlar. Davom etamiz. Mana bularning ham holatini ko'ramiz. Joy bo'lsa, dala bo'lsa, qo'zlar zo'r o'zgaradi. Dala bo'lsa, kattaroq keng joy bo'lsa, quyosh bo'ladi tarafda. Zo'rmisiz aka, siz qanchadan bo'ladi aka bular narxlari? 3 milliondan bo'lsa beraveramiz. 3 milliondan bo'lsa beraverasiz, ha? To'xtatmasi beramiz. 3 milliondan bo'lsa, ha? Oley. Hammasi erkak bo'ldi. Endi oluvchi endi necha puldan olaman desa ber. 29 dan bir joyga beramiz. Xayriga. Yuzingiz xayriga. 28 bitmaydimi? Bitta. Telefon nomeri bormi? Esi yana bor, bilaman sizda, izi bor, top bera olasiz. Agar qo'zi ko'p bo'lsa telefon nomeri ayting. Shu bo'lak qo'yamiz. Mana nari tarafga ham bor aka akalarimiz o'zi. 99lik 670 2167 Oltinsoymi qayerda? Oltinsoy Farhod Arkardan. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar, obunachilar so'raysizlar, olib ketasizlar. Mana qirg'lari. Dinoda qo'zlari. Syomka tushyapti. O'tamiz, davom etamiz. Bu tarafga o'taylik, kattaroq qo'zlarga. Kattaroq qo'zlarga ham o'taylik, hurmatli obunachilar. Kattaroq qo'zlarga, kattaroq qo'zlar mana. Mana katta qo'zlar, o'sha qo'chqorga yaqin bo'lib qolgan. Qo'chqor baravar. Aka, shu balani ham rasmga oling. Mana. Mustaqil Minora mahallasidan. Qayerdan Denov? Denov Mustaqil Minora mahallasidan. Minora mahallasidan. Cho'pon bola ekan mana. Shuncha qo'ydi Sarasiyoga olib keldi mana shu. Yuragan bor ekan. Jumon cho'pon. Endi faqat narxlarni sindiraylik-da. O'zidan ham intervyu oling, kelajakka nima bo'lmoqchi deb. Narxlarni sindiramizmi? Qanday sindiramiz? Bomba bo'ladimi? Shuna bitta narx ayting. Telefon nomeri qo'yamiz, olib ketamiz. Qanchadan bo'ldi? Faqat ha? 4 ga sindirib bo'lmaydi narxlarni. Bir joyga qanchadan sindiramiz?
Telefon nomerni ayting. So'ralimi yo'qmi? Savdo qancha? 35 dan tepasiga bo'linish kerak-da. 4 dan past 35 dan tepasini ayting, bir sindiraylik narxni. 37 38. 35 dan chiqsin ham, ha? Bo'ldi, telefon nomerni ayting, ha? 95lik 95lik 881 Kelajakda Aha. futbolist 2000. 20 adres Deno Izibo. Yashaydi. Telefon bo'ladi, faqat ko'tarib yotavermang yana. Davom etamiz. Mol qilatan qo'y topib ber. Yaxshi. Mana bu. Adres yo'qmi? Chiqsa aytamiz, hozir cho'ponlar hozircha yo'q-da. Chiqsa aytamiz. Kanalimizni kuzatib tursangiz, cho'ponlar Sharofiddinov kanalida. Mana urg'ochisi ham bor. Aralash qo'chqori ham bor ekan. Hammasidan bor, aralash bergan. Holatni ko'rsataylik. Xo'sh. 30 ta bormi yerga? 34 bosh. 34 bosh, qo'chqor urg'och aralash. 4 ta 5 ta urg'och. Videoda sizga qiziqadi. Bosh arkar mana shumi? Mana shu Tomosha qilasizlar. Endi mana like bosamiz, like. Like bosamiz. Mana shu xudo xohlasa shu ko'zda sotilib ketadi. Nasib. Qanchadan baho qo'ydingiz? Buni 4 dan ham deyapmiz, 3,5 dan. 3,5 dan ko'tarib bersa beraveramiz. 3,5 dan bir joyga beraverasiz. Beraveramiz. 3,5 dan bir joyga beramiz deyapti. Endi savdo bo'ldimi? 31,5 dan ko'tarib bo'lyapti bir joyga. 31,5 bir joyga, ha? 33 larga bitmaydi, 33larga. To'g'ri kelsa ko'ramiz. Ha? To'g'ri kelsa ko'ramiz. Mana shuni savdo qilaylik. Telefon nomerni ayting. 91lik 91lik 585 585 42 40. 42 40, ha? Qayerda qo'zlari bular? Bu sho'rchi. Sho'rchidan, akalarimiz Sho'rchidan kelishgan. Sho'rchi bobo tog'diga. Hammasi ko'rinib turibdi, sog'lom, ha? Sog'lom. Sog'lom. Javob beramiz. Qarang, shoshmang. Dastavka qanday bo'ladi? Dastavkani ko'ramiz. Surxondaryoga besplat. Besplat. Surxondaryo besplatni qolgan viloyatlarga kelishlar. Kelishamiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, nomerni qo'ydik. Telefon qilasizlar. Qo'zlar holati yaxshi, zo'r. Biz endi boramiz, ko'rsatamiz. Xo'sh, qaysi qo'zlardan yaxshi qo'zlardan ko'raylik. Yaxshiroqlardan ham ko'rsatib boraveraylik, katta-kattalar. Qo'zlar ko'p, narxlar tayinlagan, ozroq tayinlagan. Ozgina seziladi tayinlagan. Mana. Bu 7 ta da bu qashqa sheriga. Qo'chqormilar hammasi aka? Ha? Hammasi qo'chqor. Qo'chqor aralash. Qaysi bo'lsa erkak. Qanchadan so'raladi aka? So'ralganda bitta maydoni 22 so'rayapti. Mana shunimi? Ha, so'raylik. Yo'q aka. 4 dan baho qo'ydingiz. Qancha? 4 dan baho qo'yapti. 4 dan baho qo'yilgan. Echki bozorga ham savdolar avj bo'lyapti. O'tamiz. Xudo xolasa bu tarafga ham. Mana bu tarafdan ko'rsataylik. Mana bunlar qirg'lardan ham bor ekan, yaxshilar, katta-kattalari ham bor ekan. Qo'y qilaman, qo'chqor qilaman desangiz bo'ladi. Zo'r. Hammasi qo'chqormi aka? 5 oylik, 4 oylikda o'tgan hammasi. Qo'ylari yaxshi. Mana holati zo'r, yaxshi qaralgan, ajratilgan kelyapti hammasi. Terisi. Bilaman, teri. Beshanoldagida. Men ham terni savdo qilib oldim. Ko'zingizni ayting. Mana. Aka qanchadan baho qo'ydingiz? Hojakan. Sizdanmi? Qayerda qo'zlari bular? Ha? Sarasiyodanmi? Sarasiyoda Xonboboy. Savdo bo'ldimi aka bular? Qanchadan? Dona ko'rmay qo'yarim. Qurjaga 3.8. Ha, to'g'ri. Mana shu 4 million so'radi mana buni. Buni qancha? Ha? Buni so'radi. Sizning bilan ko'ring, yomon chiqmadimi? Mana shu bir o'zini so'ragan ekan hozir. 4 million dedingizmi? Shuni mana shuni o'zini so'rabdi mana. 4 million ga addel mana shu o'zi savdo qildi. Yeli yog'on yelkalik qo'ygan. Hammasi bir yil, ha? Hammasi bir yil.
Olmasa nima da majburlab qo'yib sota olmasan. Xo'sh, mana davom etamiz hurmatli obunachilar. Endi ko'rsatib boraveraylik. Zo'r, yaxshi ekan, zotga so'raganman deyman-da. Addenadi mana shunday hozir borki, shunaqa qo'zlarni teri asta mana shularni teri oladi-da, endi oladigan odam. Teri olib, ularni endi qo'chqor qilib, katta qilib shak, ko'z qo'chqor shak qilib sotadi shulardan. Yaxshi ko'zga ko'rinadi. Agar oladigan odam bo'lsa, shunaqalar teri olsa bo'ladi. Mana bu yerda mana yaxshi ko'zlarimiz bor. Holati yaxshi. Savdo bo'lmishi keladi. Ha, Qancha? 4,5 4,5 bo'ladi, chunki aylantirib ko'zga. Qaysi? 4,5. 4,5dan berilmagan 6 oylik, 5 oylik ko'zlar. Bir joyga so'ralmadi, bir joyga. Qaysi? Ko'ringlar. Endi ko'zlar aka bular. O'zim Samirda. O'zi rang aytib. Go'rda. Ichida bo'lyapti. Buni 4,5 berdim, mana o'zi savdo qilyapti. Bermadim. Ko'rib ketdim. Urug'likka oladi-da buni. Buni urug'likka ter oladi hozir. Shuni chiqaraylik, bir ko'raylik. Shuni bir chiqarib ko'raylik. Qani, urug'likka ketgan, 4,5 ketgansa qanaqasi ketdi mana. Mana hurmatli o'g'illar, mana oyoqlarini qaranglar. Hammasi baqvat yog'on tushgan. Ochalari zo'r, qalin. Endi dummasalgina ana o'taylagan ekan, lekin yaxshi ekan. Qaysi tomondansan? Qirq ekan. Pravda, Sarosiyona. Qaysi? 14,5 sotdim. Hurmatli obunachilar, mana shularni olaylik, shu qo'zlarni. Shu bilan hozir xudo xolasa efirimizni, qo'zlar efirini to'xtatamiz. O'zi 17 minut taraf 18ga qarab bordi. Aka savdo bo'lyaptimi bular? Bo'lyapti aka. Qanchadan? Bitta mana bo'lyapti, 36 bo'lyapti. Bitta mana shuni o'zimi? 36 bo'lyapti. Tariq qolgan savdo bo'lgani yo'q. Mana bular ketdi. Bular ketdi. Ketdimi yo'q yer to'xtaydimi? Keldimi? Bitta aylantirib qo'zlar o'tkazib Ona bola qo'zili qo'ylar kirib keldi. Xo'sh, mayli, mana shuni ham olaylik. Shuni ham olaylik. Shuni ham olaylik, hurmatli obunachilar. Qaysini o'sha 3 million berdingizmi o'shani? Qolgan savdo bo'lgani yo'qmi? Savdo bo'lgan. Hammasi qo'chqormi? Qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Qaysi qo'zlari? Bo'g'ot. Qanchadan baho qo'ygansiz? 4,5. Ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib boringizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Biz endi sog'liq qo'ylardan olamiz, hammasini olishga harakat qilamiz. Siz bilan birga qolib, like-ni bosib, mehnatimizni qadrlab qo'yingizlar. Iloji boricha sizlarga real narxlar ko'rsatishga harakat qilamiz. Buni olib qo'y egalari ko'rmaydi. Sababi biz yolg'on narx qo'ymaymiz. Bo'ladi, qanday holatlarda o'tib ketishi mumkin. Bir bozor, kimdir narx aytadi, kimdir aytmaydi. Holatlar bo'ladi. Bunaqa holatlarga e'tibor bermaymiz. Ko'rganmiz, sizlarimiz ko'rganmiz. Mehnatimizni qadrlasangizlar bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.